Assalomu alaykum. Andijonda 80 metrdamiz. Eski nomi Emxosa mebel magazin edi. Hozir arendaga berib yubordik. Hokimjon degan yaxshi bola ukam bo'ladi. Qadrdonimizni zdaniyasi, ukaxonimiz zdaniya qilib mana shu yerga chiroylicha qilmoqchi bo'lyapti. Bu yerda montaj qilib berdik. Hozir podvaldan boshlaymiz. Podval shitini terib qo'ydik, kecha payt tugatib qo'yganmiz. Simlarini katalog bilan olib o'tdik. 2 ga 1,5 uskabel monolit. Gofra zazimlini olib o'tdik. Mayerda yerlantirib zazimlini qoqib qo'yamiz, tayyorlab qo'yapman shuni. Xo'p, 4 ga 16 uskabel olib o'tildi. Metal rukav gofralarga solinib, bezopasnik qilib olib o'tdik shitga. Har bitta etajga shunaqa 3 bazadan olib kirib berdik. Har bitta etajda o'ziga. Razvedkalar, hammasi razvedka. Bu yerda nima bo'lishini arendaga beradigan joy ekan. Arendator olib nimadir qilsa qilaveradi, ishlataveradi, ishlamagani turaveradi. Boshqa arendator kelgan taqdirda yana nimadir qilmoqchi bo'lsa ham shu razvedkalar. Har ikkita razvedkaga bittadan VVNga kabel keldi. 3 ga 2,5 kabel tashaldi. Har ikkita razvedkaga bittadan keldi. VVNga kabel bo'lib avtomatlarga bo'lib qo'ydi. Avtomatlarimiz 16 amperdan CNC, 1 pi CNC 16 amperdan, bitta uzo, переключатель faza, silovoy avtomatlar 3 pi 80-63. Xo'p, zazimlinasini tayyorlayapmiz. Bo'zchi belib olib qo'ya olchimabdi deganda svet o'chib qolib, mana shu yerda turibdi. Qatib shu bahana video qilib qo'yapman. Shuni kesib oldim. Endi mayetdanchicha kesibni olib o'tib, mana uni gofraga solib, bu yoqlarini ham gofraga solib, tayyorlab, palatelinlar olib kelib qo'ydik. Shularni qirqib, teshib, chiroyli qilib mana shu yerda yopib qo'yish kerak. Qozig'i turibdi. 3 ta qoziq olib kelganmiz. Bu yer nam, zak o'zi joyi zo'r. Podval. Yerdan 2,5 metr pastlikda, chuqurlikda, 2,5 metr, 220 chuqurlikda. Xudo xolasa. Endi birinchi etajni ko'rsatamiz, tepani. Ikkinchi etaj desa ham bo'laveradi. Bu bir bo'lsa, masalan, tepasi 2-etaj. Bu 2-etaj. Ikkinchi etaji bu. Mana telefonim ham yangilangan shekilli pachag'achib ketdi. Bularni ham hammasini 2 ga 1,5 monolit sim ishlatdik. Gofralarda keldi. Katalog bilan qo'yib, ushatib, qatirib, chiroyli qilib, ключаторlar bo'ladi. Hammasi ключатор bo'ladi. Bu yerdagi razvedka bu yerga bo'lmaydi. Razvedka, tualet, hojatxona, ключатор, razvedka, konditsioner, ключатор, razvedka, mana orqa tomonda xod. Gofralardan foydalandik. Har bitta blokka bo'linadigan blogiga mabodo bo'lsa ham kelajakda deb ikkitadan sim tashlab qo'ydik. Bitta sentralniy, bitta podsvetka yoki galogenga. Har bitta blogiga. Mana har bitta blogiga ikkitadan sim olib kelib qo'ydik. Buni shita, ключатор. Shitlarni ham xuddi ashi sistema, pastda nima bo'lsa shunchalik shunaqa bo'lib qilingan. Oshiqcha narsa qilmadik bunga. Endi bu yerda ключаторni alohida qilib qo'ydik. Sabab mana joyimiz mana kirganda xod mayoqdan bo'lyapti. Kirganda mabodo mayetga bir ofis ruschasiga ofis deyiladi. O'zlariga xonacha qilmoqchi bo'lsa,
mana shu yerda devorlarni urib, menga bitta eshikni qo'yib, yopib, mendan yoqib o'chiradigan qilish uchun alohida o'ziga tashab qo'yildi mana. O'ziga tashab qo'yildi, simlarini olib kelib, konditsionerga tashab ketdik, razvedka. Razvedkani bu yerga tashlaganimiz sababi men yerga burchakka bir nimadir biron narsa qilmoqchi bo'lsa deb bu yerga tashab qo'ydik. Menga tochkalarini chiqarib, jaylab. Unaqacha ko'p tochka chiqarib olmadik. Sababi endi bu yer magazin bo'ladi. Shunaqa narsa bo'ladi. Endi hozir 5-etajni ham bitgan, 5-etajni ham hozir video qilib tashlab qo'yamiz, yozib qo'yamiz. Hozir 5-etajni ham ko'rsataman. Bu 5-etaj. Mansarda deyiladi. Mansarda. Ana, mansarda. Tom qismi. Yopiq qildi, uni tunikalar bilan yopib, shag'al yopib qo'yishdi. Tepa tomoni razvedka kulchatir. Svetlariga tashab ketdik. Освещениyalar bo'ladi, plastik bo'ladi, plastik. Utuplitinni qilib plastik qo'yib, svetiniyalar qo'yib beramiz. Xo'p, bu ham xuddi shunaqa. Uskabel metal rukav gofralarda kirib shit kiraverishiga mana eshik bo'ladi. Bu koridor xonalar bularni shitlarini tayyorlab o'rnatib razvedka kulchatir revers bo'ladi. Uni nari tomondan ham yoqib o'chirib, bu yerdan ham hot bor. Uni reversga moslab o'tib ketdik buni. Xo'p, bu mehmonxonadaqa joy. Gastinniy deydimi? Ruschasiga razvedka kulchatir, televizor, tupik kabel tayyorlab qo'ydik hammasini. Xo'p, razvedka konditsioner. Bular ham hammasi gofrada ketdi. Patologning ichida qolib ketadi. Bezapasnik yonmaydi. Eng asosiysi. Ko'ngil xotirjam. Bizniki ham ko'nglimiz xotirjam turadi uyda, bu yerda ishlasak ham uyda egasini ham ko'ngli xotirjam bo'ladi. Vitichka, duxovka, mikrovalnovka, kirmoshina, razvedka yoki bittasi kulchatir bo'lishi mumkin. Mana yerda kuxunniy bu. Kuxunniy podsvetka qilib ichidan bir narsa qilsa. Mana yerga shkaf bo'ladi. To'plib oldi miyasi. Shunaqa narsalar. Katol 18-20 kilovatli shit tayyorlab ketganmiz. Bu shitga ham joydi. Kabelini olib kelib qo'yganmiz. Shitlari ham tayyor. Faza zashtalar 380 tayyorlab qo'ydik. Buni ham qo'yib qatirib qo'yamiz. Televizor. Mana burchak, ugolok, stul bo'ladi. Choy ichib o'tirsa, mana televizor bo'ladi, ko'rib o'tirishadi. Bularni hammasini tayyor qilib qo'yamiz. Birinchi mashinadan boshlaganman. Mashina bitkizib bering. Mana shu yerga ko'chib chiqamiz. Kelib ketib turamiz deganim uchun birinchi shu yerda tayyorlab berdim. Hammomini ham освещенияларni simlarini tashab qo'yganmiz. Xo'p, bu spalniy bu. Razvedka, kulchatir, yana razvedka. Bu yerda konditsionerga tashab ketdik. Buni devori yarim g'ishtdan jicha qalinroq. O'sha bir g'ishtmikan urilgan. Buni mayerdan yana utuplitinni qilib gipsokardon bilan yopib beraman deyapti. Addelshi ukamiz, Ibrohimjon degan ukamiz bor. Rossiyada xizmat ko'rsatgan. Hozir shu yerda yuribdi. Shu bola o'zimizdan, u ham usta bola. Patkulush topshira oladi uylarni ham. Shu mashetda yopib beraman aka deb ketdi-yu. Qilib bersa kerak buni. Shu mana shu ishlar. Endi 3-4-etajlari sentralniy kabellarini olib kirib qo'ydik. 3-4-etajlarni sentralniy kabellarini olib kirib qo'ydik, lekin montajini qilmadik. Sababi
birinchi, ikkinchi, podvalda, birinchi etajda, keyin 5-etaj srochniy bitkizish kerak edi. Bularni sentralniy kabelini olib kelib qo'ydik. 5-etajdagi, 1-etajdagi, podvaldagi shitda qanaqa montaj bo'lgan bo'lsa, bu yerda ham xuddi shu bo'ladi. Bular jiloy bular. Odamlar o'sha uyda egalari o'zlari oilaviy kelib yashaydigan uy bo'ladi bu yerda. Nechtadir xona bo'linib, o'zlariga moslab chiroyli qilib qilishib oladi. Bu yerga ham sim tashab ketildi. Buni simini 2.5lik kabel tashab qo'ydik, sim tashab qo'ydik. Uz kabel. Bularni men oldida fasadga svitinniy qo'ydik. Xuddi anovi yonidagi qo'shnisi qilib berganimizdaqa. Ukamizniki Hokimjon degan ukamiz shu bola 1-2 yil bo'lib qoldi bitkizib berganimizga. Endi bu yerda hozir mashinga o'xshatib bering aka deyapti. Bunga o'xshamaydi. Buniki bo'lindi. Uchotchiklari alohida qilib. Har bitta etajligini alohida 3 bazadan uchotchi qo'yilyapti har bitta etajga. Mana shu har bitta etajiga alohida 3 baza uchotchi qo'yilib, 3 baza kiriladi. Bu 3-etaj. Bu hozir kirgan xonamiz. Endi hozir 2-etaj tushib ko'rasizlar. 2-etaj ham xuddi shunaqa jiloy bo'ladi. Oilaviy keladigan. Svitiniylar qo'yib qo'ydik. Bu ham xuddi shunaqa shit bo'ladi bu yerga. Mana shu yerdan xuddi shu bir xil bo'lib montaj bo'ladi. Bu ham mana shu jiloy. Bitta oila bemalol yashaveradigan joy bo'ladi bu yer ham. Xudo xolasa. Endi pastlarda xudo xolasa shitlar terib olsak, tayyorlab olsak, uchotchiklarini shitini olib kelib qo'yganmiz, mana shitini. Mashina ichiga 3 baza uchotchilarni qo'yib, o'rnatib, mana shu podezga o'rnatib qatirib beramiz. Podezning simlari orqa tomonidan tushyapti. Sabab kabellar hammasi gofralanadi. Gofraga solamiz. Metal rukav gofralarga solib, chiroyli qilib tiqib, joy-joyiga qo'yib, qatirib, podключение qilib beramiz. Oz qoldi, xudo xolasa buni ham videosini tashlab qo'yaman. Bo'ldi shu, xudo xolasa oz-ozdan qilib qilinyapti. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Hamisha kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqadamiz. Hamisha nomerimiz profilimizda bor. Telegram gruppamizda, YouTube kanalimiz bor. Podpisчигimiz oz bo'lsa ham, lekin qalbimiz keng va katta. Odamlarni, insonlarni hamisha hojatini chiqarib, xursand qilib, ishlarini chiroyli qilib joy-joyiga olib beramiz. Xizmat bo'lsa telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Faqat 5-10 kun vaqt kerak bo'ladi. Sabab boshqa yerda ishlayotgan bo'lib qolamiz. 1-2 telefon bo'lyapti. Aka srochniy deydi. Srochniga vaqt bo'lmay qolyapti. Boshqa kimlargadir berishga to'g'ri kelyapti. Kutib turaman deydiganlar bo'lsa, Alloh rozi bo'lsin, kutib turishsa qilib beramiz. O'zimizni qo'limizdan chiqadi. Chiroyli qilib, joy-joyiga qilib, hammasini. Hamma etajda VVNga kabelda bo'lyapti. Hamma etaj razvedkalari 3.5 kabellarda olib kelib tushirib, zemlalari, zazimlarini qo'yib, qoqib, hammasini kapolojniy qilib beryapmiz. Rahmat katta e'tiboringlar uchun.